$5000 arzoniga Depal S09 Ultra pozitsiyasini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan avtomobilimiz Ultra pozitsiya hisoblanadi. Ultra Plus pozitsiyadan farqi $5000 ni farq qilyapti va 5 ta farqini hozir sanab o'tamiz. $5000 ga arziydimi yoki arzimaydimi kommentariyada bemalol yozib qoldiring. Birinchi farqi Ultra Plusda lidar bo'ladi, Ultrada esa bo'lmaydi. Ikkinchi farqi diskalari bo'ladi, ya'ni Ultra Plusda 21 Michelin diska balon hisoblanadi, Ultrada esa 21 diska balon hisoblanadi. Uchinchi farqi esa Ultra Plusda zavodskiy orqa oynalari qoraytirilgan bo'ladi, Ultrada esa zavodskiy qoraytirilmagan. To'rtinchi farqi esa Ultra Plus pozitsiyada rullari elektronniy kirib chiqadi, Ultra pozitsiyada esa ruchnoy. Beshinchi farqi esa Ultra Plus pozitsiyada rullar abagrifi bo'ladi, Ultrada esa rul abagrifi bo'lmaydi. Boshqa hech qanaqa farqni kuzatmaysiz. Ya'ni Ultrada ham, Ultra Plusda ham salon qismidagi abagrifflari, sidini, abduflari, masajlari, pnevmo podveskalari va elektron paroklari hamma narsasi bir xil bo'ladi. Faqatgina 5 ta farqi $5000 arzoniga qaranglar kelar, Ultra pozitsiyani xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni 43500 ga Grand Church avtosalonida tezroq Depal S09 Ultra pozitsiyasini xarid qiling.